Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi videomiz plazma terapiya, ya'ni PRP terapiya haqida bo'ladi. Bu qanday davolash usuli, nimalarga yordam beradi, o'zi bu usulda ahamiyati nimada, nima uchun buni afzal deb aytamiz, bu haqida to'liq video tayyorlaymiz. Plazma terapiya o'zi nima? Ko'pincha eshitganmiz, jonlantirish bo'limlarida, ya'ni reanimatsiya bo'limlarida bemor ahvoli og'ir bo'lsa, unga plazma quyiladi. To'g'rimi? Plazmani eshitgansiz. Donorlar qon topshirsa, qon quyish markazida plazma qismini ajratib beradi-da, jonlantirish bo'limlarida og'ir ahvolda yotgan bemorga og'ir ahvoldagi holatdan chiqarib yuborish uchun uni tezroq oyoqqa turgizish uchun plazma quyiladi. Plazmaning tarkibida asosiy ingrediyentlar, asosiy ta'sir qiluvchi moddalari bular oqsillar va ichida tarkibida oqsillar, minerallar, vitaminlar va qon ivish omillari bo'lganligi hisobiga organizmni tezroq oyoqqa turgizadi va uni organizm osonroq qabul qiladi. Plazma quyilgan bemorni ko'rsangiz, u tetikroq, bardamroq va kasallikni tezroq yengadigan bo'ladi. Biz plazma terapiya haqida gaplashganimizda, bemorlarda qon orqali donordan olingan qon, ya'ni donor plazmasi emas, bemor o'zidan qon olib, uni kichikroq probirkaga, maxsus probirkaga qo'yib, bu probirkaning ostida maxsus suyuqlik bo'ladi. Bu suyuqlik vazifasi qonni quyuq qismi bilan suyuq qismini ajratish. Bu probirkalarda 3 xili bor, ya'ni PRP terapiya uchun, plazma terapiya uchun 3 xil varianti bor. Bu probirkalar bir-biri bilan tarkibidagi eritmasi orqali farq qiladi. Misol uchun, ko'k probirka bor. Tarkibida ham xuddi shunaqa probirkasi bor. Erituvchisi qattiqroq bo'ladi. Yana bir probirka bor. Bu probirkani erituvchisi suyuqroq bo'ladi. Ular bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Ular bir-biridan ichidagi erituvchisi hamda biz sentrifugaga qo'ygan paytimizda hosil bo'lgan plazmani ichidagi sostavi bilan farq qiladi. 3 xil probirka bor va uchalasi 3 xil narxlanadi. PRP terapiya o'zi nima? Nima uchun uni afzal deb bilyapmiz, uni foydali deb aytamiz. Hozir shu haqida to'liq video tayyorlaymiz. Plazma terapiyani ko'pincha trixologlar soch chiqarish uchun, ginekologlar bachadondagi va qindagi va vagalishdagi eroziyalarda kasalliklarni davolash uchun, bundan tashqari kosmetologlar yuzdagi tirishishlarni, dog'larni davolash uchun ishlatadi. Va ortoped travmatologlar bo'g'im orasiga yuboradi-da, bo'g'imdagi sinovial suyuqlikda qayta tiklanishni yaxshilash uchun ishlatadi. Biz bu plazma terapiya muolajasini, ya'ni PRP terapiya muolajasini ko'pincha umurtqa pog'onasi kasalliklarini davolash uchun, ayniqsa stenozlarda, grijalarda, listezlarda, bo'g'im kasalliklar, son chanoq bo'g'imi kasalliklar, yelka bo'g'imi, tiza bo'g'imidagi artrozlarda, artritlarni davolash uchun ishlatamiz. O'zi bu plazma terapiyaning nima afzalligi bor? Birinchi afzalligi, buning tarkibida kollagenlar bor. Kollagenlar organizmda to'qimalarning qayta tiklanishini yaxshilaydi. Kollagenlar tarkibida oqsil bo'lganligi uchun tog'ay to'qimasini qayta tiklanishini yaxshilaydi. Oqsillari bor. Tarkibida oqsil bo'lganligi hisobiga o'sish omillari bor va o'sish omillari bo'lgani hisobiga to'qimalari qayta tiklanishini yaxshilaydi. Tasavvur qiling, sochimiz o'sadi, to'g'rimi? Tirnog'imiz o'sadi. Har bitta ichki a'zoyimizning hujayralari o'sib yangilanib turadi. Eng ko'p yangilanadigan hujayralar bu og'iz bo'shlig'idagi shilliq qavat. Chunki og'iz bo'shlig'idagi shilliq qavat kun davomida issiq, sovuq, har xil qattiq, yumshoq ovqatlarning ta'sirida tez yangilanib turadi. Xuddi shuni singari har bitta to'qimamiz yangilanish, yosharish va yangitdan paydo bo'lish xususiyatiga ega. Bu xususiyati organizmda regeneratsiya xususiyati deydi, ya'ni qayta tiklanish xususiyati deydi. Aynan shu xususiyat plazma tarkibidagi hujayralarda bor. Aynan plazmani olib, bo'g'im orasiga yuborsak yoki soch ildiziga yuborsak yoki ginekologlar ginekologik muammolar bartaraf qilish uchun bachadonni bo'yniga yoki qinga yuborishadi va kosmetologlar teri ostiga yuboradi, yuzdagi. Yuborilganda to'qimalarda yangilanish, yoshartirish va boshqatdan paydo bo'lishini ta'minlaydi, ya'ni rivojlantiradi. Biz plazma terapiya orqali ayniqsa bo'g'imdagi artrozlarni davolayotgan paytimizda bo'g'im orasiga yuborsak, nima sodir bo'ladi? Bo'g'im orasiga yuborsak, misol uchun, bo'g'imda orasida Minsk degan tog'ay bor. Bu Minsk degan tog'ay ko'proq sportchilarda, travma olib jarohatlangan insonlarda Minsk tog'ayi yoriladi, o'zini amortizatsiya xususiyatini pasaytiradi. Biz plazma terapiya orqali bo'g'im orasiga yuborgan paytimizda to'qimalari qayta tiklanishini yaxshilaymiz va o'zini hujayralari qayta tiklanadi. Bo'g'imning ichida ham suyuqlik bo'ladi. Bu bo'g'imning ichidagi suyuqlik xuddi plazmani ichidagi suyuqlik bilan bir xil. Shuning uchun ham biz plazma orqali to'qimani suyuqligini, ya'ni bo'g'imning ichidagi suyuqligini qayta tiklab beramiz. Bo'g'imning ichidagi suyuqlik bu har bitta bo'g'imning harakatining elastikligini ta'minlaydigan, uni harakatchanligini ta'minlaydigan, hujayralarni yangilab turadigan xususiyatiga ega.
Minsk tog'ay yorilgan paytda Minsk tog'ayini tiklanishini ta'minlab beradi va tezroq tiklangan Minsk o'zini amortizatsiya xususiyatini yaxshilay oladi. Bo'g'im orasiga yuborgan paytimizda bo'g'im xuddi shishgandek, bosim oshgandek bo'ladi. Sababi bo'g'imda ichida bosim artroz kasalligi kamayib ketadi. Biz plazma terapiya orqali yuborgan paytimizda bo'g'imda ichida bosim oshadi va to'qimalarning orasiga suvli kirib, o'zini elastiklik xususiyatini yaxshilaydi. Minsk tog'ay qanaqa qilib yorilgan bo'lsa bitishi mumkin desangiz, har bitta to'qima bitgan singari bu ham bitadi. Faqat ikkilamchi bitadi. Chandiqli bo'lib bitadi. Minsk bitishini ham darajalari bor. Masalan, og'ir darajalarda Minsk maydonlari yorilib ketgan bo'lsa bitmasligi mumkin, lekin yengil darajalarda va o'zi Minskda ham 3 ta qavati bor. Yuqori, o'rta, pastki qavatlari bor. O'sha qavatlarning hammasi yorilganda muammo, chuqurroq muammo bo'lsa, ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin yengilroq, misol uchun, razrivda ustki eng ko'proq yorilgan qismi va yuza qavat yorilishlar ko'p bo'ladi. Shu yuza qavat yorilishlarda ayniqsa yordam beradi. Bundan tashqari bo'g'imlardagi svyazkalar, boylamlarni qayta tiklanishini, ularda to'qimalarning yangilanishini va regeneratsiya xususiyatini yaxshilab beradi. Bo'g'imlar yuborilganda shu vazifani bajaradi. Unda qanaqa qilib umurtqadagi stenozlarni bartaraf qilishga yordam beradi desangiz, stenozda nerv chiqadigan teshik torayadi. Toragan paytda biz sakral bo'shliqqa yoki paravertebral yuboradigan bo'lsak, to'qimalarda lizis xususiyatini, ya'ni erish xususiyatini yaxshilaymiz. Ya'ni aynan chiqmaslik kerak bo'lgan, bo'lmaslik kerak bo'lgan bo'shliq sohasiga kirija chiqib, nerv siqqani hisobiga shu sohada karashkoviy simptomatika, ya'ni nerv ildizlari tomoniga bo'ladi. Biz plazma terapiya orqali shu grijani so'ldirishga, eritishga erishishimiz mumkin. Va stenoz kasalligida sariq bog'lam bilan miya qattiq pardasining orasida o'zi aslida epidural jir bo'ladi, ya'ni miya pardasi ustida jir bo'ladi. Jirovoy kletchatka bo'ladi. Kichkina yubka bo'ladi. O'sha kletchatkani qayta tiklay olamiz. Agarda bu kletchatka qayta tiklansa, ya'ni miya qattiq pardasi bilan sariq bog'lamning o'rtasida promejutka hosil bo'lsa, stenoz kasalligi rivojlanib, kattalashib, qiyinlashib ketmaydi. Shuning uchun ham biz bu usuldan foydalanamiz. Bu PRP terapiya, plazma terapiya bitta O'zbekistonda qilinadi xolosmi? Yo'q. Butun dunyoda aynan shu metodika bo'ylab juda ko'p kasalliklar davolanadi. Bu ilmiy isbotlangan narsa. Ya'ni ko'proq aytganda bu taxminiy qilib shunaqa xususiyat bo'lsa kerak deb aytiladigan narsa emas. Bu ilmiy isbotlangan narsa bo'lganligi uchun butun dunyoda, ayniqsa rivojlangan davlatlarda ham PRP terapiyadan juda ko'plab maqsadlarda foydalanadi. Platelet rich plasma or PRP therapy? Сейчас мы будем делать PRP терапию. PRP-терапия – это плазма, насыщенная тромбоцитами. So I get the question a lot whether PRP is painful or not. Effectively treat them with PRP injections. They all got platelet-rich plasma injections to help them recover faster. So how do PRP injections help promote? PRP-terapia. Yana sanab o'tdik, o'sha rivojlangan mamlakatlar Hindiston, Yaponiya, Germaniyada ham o'sha trixologlar, kosmetologlar, artrologlar, ya'ni o'sha ortoped travmatologlar va o'sha ginekologlar shu PRP terapiya muolajasidan foydalaniladi. PRP terapiya degani platelet rich plasma, ya'ni trombositlarga boyitilgan plazma. Qonda 3 chuqur shakli elementlar bo'lsa, bu shakl elementlarning bittasi trombositlar va trombositlar organizmda to'qimalarda qayta tiklanishini, yangilanishini ta'minlay oladigan hujayralar hisoblanadi. Biz bu hujayralarni olamizda, uni qonda shakli elementlaridan ajratib, eng kerakli qismlarini olamizda, buni to'qima orasiga, teri ostiga misol uchun yoki mushakka yoki bo'g'im orasiga va sakral bo'shliqqa yuboramiz va natijada konservativ davolashda yuqori natija olamiz. Shu usullar orqali ko'plab kasalliklarni davolash mumkin. Yana takrorlab o'taman, bunda bo'g'im kasalliklarini, misol uchun sonchanoq bo'g'imi, tizza bo'g'imi, yelka bo'g'imi deb muammolarni, ayniqsa artrozlarni yaxshiroq davolaymiz. Bundan tashqari umurtqa pog'onasi kasallari, grijalar, osteoxondrozlar, protruziylarni hamda stenozlarni ham zo'r davolash mumkin. Bundan tashqari stenozlarni og'ir darajalarda emas, yengilroq darajalarda kasallikni sababini yo'qotishga xizmat qiladigan davo sifatida ham foydalanishimiz mumkin. Entashifo klinikasida plazma terapiya muolajalari, PRP terapiya muolajalari 3 xil probirkada olib boriladi. Bu probirkalar bir-biridan probirkan tarkibidagi erituvchisi bilan farq qiladi. Erituvchisi bu qizil probirkada suyuqroq, ko'k probirkada sal suyuqroq va yashil probirkada quyuqroq bo'ladi. Va ajrab chiqqan plazmani tarkibidagi kollagellari va gialuronik kislotasi va oqsilari jihatdan bir-biridan farqlanadi. Qizil probirkada ko'proq va ingrediyenti boyitilganroq holatda. Ko'k probirkada esa o'rtacha va yashil probirkada sal kamroq holatda plazma ajraydi. Plazmani hajmi hammasida bir xil ajraydi, lekin ularda tarkibidagi boyitilganligi o'sish
omillar ko'proq ajraganligi qizil probelkada ko'proq ajraydi. Shuning uchun ham qizil probelka, ko'k probelka, yashil probelka narxlari jihatdan farqlanadi. Plazma terapiyani qanchada olsa bo'ladi va uni necha kunda bir olish kerak? Plazma terapiyani biz Intershifo klinikasida 10 kunlik davolash muolajasi orasida 3 marta qilamiz. Har 5 kunda bir. Ya'ni 1-kuni, 5-kun, 10-kuni qilamiz. O'zi umumiy davolash muddati 5 martani tashkil qiladi. Ya'ni bizda davolash muolajasi tugagandan keyin ham yana 2 marta kelishadi. Ya'ni 10 kunlik muolaja ichida 3 marta olinadi, muolaja tugagandan keyin 2 marta olinadi. Shunaqa qilib 5 marta qilamiz. O'zi buni 5 marta muolaja tugagandan keyin har oyda 1 marta olsa yana ham foyda bo'ladi. Misol uchun, stenoz kasalliklarini davolash uchun 10 kunlik davolash muolajasi orasida 3 marta qilsak, undan keyin 1 oyda 1 marta shu plazma terapiya muolajasini sakral bo'shliqqa yuboramiz va bemorlarda yuqori natija olamiz. Buni hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'qmi ko'proq so'rashadi. Bu tarkibida gormon yo'q. Misol uchun bo'g'in orasiga yuborgan taqdirimizda ham bu insonni semirtirib yubormaydi. Yot narsa emas, organizmga nojo'ya ta'sir bermaydi. Organizmga nojo'ya ta'sir bermaganlik hisobiga buni ko'plab qo'llasa bo'ladi. Kamdan kam holatlarda bo'g'imda suyuqlik ko'p bo'lib, shish bo'lib, artroz bo'lib, 20 gram, 30 gram bo'g'imda suv bo'lib, shamollash holatlarida qilmaslik kerak bo'lgan holatlar ham bor. Albatta, qiladigan bo'lsa ham hech qanaqa nojo'ya ta'sir bermaydi, lekin o'sha to'qimani suyuqligini, sifatini yaxshilab beradi. Tasavvur qiling, avtomashinani motoridagi moyi 10 ming kilometrda almashadigan bo'lsa, almashmasa nima bo'ladi? Uni tarkibidagi qovushqoqligi, yopishqoqligi kamayib, motorda o'sha silindrlarga zarar yetgan hisobiga motorga zarar yetishi mumkin. Xuddi shuni singari bo'g'imdagi suyuqlik ham o'zi aslida tezroq yangilanib turadi, lekin uni poralari yopilib, yangilanishi kamayib ketishi hisobiga muammo ko'payadi. Biz shu plazma terapiya orqali xuddi motorda moyni yangilagan singari bo'g'imda ham moyini, ya'ni yog'ini ichidagi suyuqlikni yangilab turamiz. Bizga yana ko'p holatlarda shunaqa savol berishadi. Bu og'riqli protsedurami, og'rimaydimi deb so'rashadi. Bu og'riqsiz muolaja hisoblanadi. Ya'ni dastlab og'riq qoldiruvchi namakan yoki lidokain degan anestetik dori vositalar orqali to'qimaga maxsus igolkasini o'rnatib olganimizdan keyin hech qanaqa og'riq sezilmaydi. Plazma terapiya u og'riqsiz muolaja. Bundan tashqari ko'pincha bizdan so'rashadi, buni narxlari qanaqa, narxlari qanday baholanadi desangiz, bizda 3 xil probelka 3 xil narxlanadi. Hammasining o'zini narxlari bor. Misol uchun, yashil probelkaning narxi, plazma terapiya narxi 75 ming so'm, ko'k probelka orqali qilinadigan plazma terapiya narxi 150 ming so'm, va qizil probelka orqali qilinadigan plazma terapiya muolajasi narxi 300 ming so'm. 300 ming, 150 ming va 75 ming. Bir-biridan narx jihatdan ham va olingan plazmani tarkibidagi mahsulotlari jihatdan ham farq qilganligi uchun ham 3 xil narxlanadi. Agar sizga ham plazma terapiya muolajalari qiziq bo'lsa va uni olish sizga ehtiyoj tug'ilsa, siz asosiy kasallikni davolash uchun sizga plazma terapiya muolajasi zarur deb aytishadigan bo'lsa, Intershifo klinikasiga kelib, plazma terapiya muolajalarini o'z sohasini yetuk mutaxassislar, professional mutaxassislardan og'riqsiz olishingiz mumkin. Intershifo klinikasi bilan bog'lanish uchun pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanish mumkin va to'liq kasalligingiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, uni like hamda podpisatsiya tugmasini bosib, bizni kuzatishda davom eting.